Ibrohim alayhissalom 17 yashar bolani eslaylik. Oyoq qo'lini boylab, ana shu palaxmonni kapkirga o'tkazib, o'tga otamiz deb turganda, bitta odam kelib qo'ylari, bu yosh odam, yosh yigit ekan, bilmay qo'yibdi, bitta odam himoyasiga o'tmadi. Ibrohim alayhissalom tamomiy xotirjam, g'amni Robbimizga topshirib qo'ygan. Senlar aytgan bo'lamidi? Alloh aytgan bo'ladi deb cho'chimay o'tiribdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil dedimi? Otishdi. Uchib ketyapti havoda. Rivoyatlarda Jibril alayhissalom keldi. Alaka haji ey Ibrohim, Ibrohim bizga xizmati yo'qmi deb keldi. Allohga tavakkal qilgan bandani xizmatini kimlar qiladi deb kelyapti. Ey Ibrohim, menga hojatingiz bormi desa, Ibrohim alayhissalom qarab, sizgami deyapti. Sizga hojatim yo'q dedi. Bo'lmasa vaziyatga tushadi. Allohga suyanishlikni tamomiy cho'qqisini ko'ring tavakkulda. Sizgami deyapti? Sizga hojatim yo'q.